Bugun 24 soat Shahzod akaga faqat xo'p deyman. To'g'ri eshitdinglar. Bu videoda faqat xo'p deyman va buni oqibatida boshimdan nimalar o'tganini hozir ko'rib olasizlar. Hamma shartimga. Hammasiga faqat xo'p deyman. Afsuslanasan. Xo'p, Umar, eshit bo'lmasa. Bitta topshiriq. Turkiya. Nima Turkiya? Turkiyaga ertaga uchib ketasan. Turkiyaga borib, men o'sha yerda bitta sanduq bitganman. Uni ichida priz bor. U sanduqni topish uchun mana shu xarita kerak bo'ladi. Hoppa! Lekin bu xaritani olish uchun ikkita shart bor. Xarita operatorga agar ikkita shartni bajara olsangina operator senga bu xaritani beradi. Birinchi shartim samolyotda ovqat olib berishadi. Yana bir marta dabavka so'raysan. Nima yana ovqat bedinglar deyman. 5 marta ketma-ket napitka so'raysan. Sharmanda-ku. Bu bitta shartni 3 ta anaqasi bor, razdeliniyasi bor. Uchinchisi biznes klassga kirib o'tirib ko'rasan. Xo'p, endi ikkinchi shart. Xo'p. Turkiyada, Istanbulda Chuqur degan joy bor. Ha, bilaman. Ana o'sha yoqqa borib, upgrade deb yozdirasan. Hozir menda faqat xo'p deyish anaqasi bor. Aha. Xo'p deyman. Bo'ldi. Xo'p, agar shu shartlarni bajara olsang, xarita qo'lingga tegadi va sanduqni topish kerak bo'ladi. Sanduqning qayerda joylashgani xaritada yozilgan. Sanduqni ichida sog'inmangan? Da. U menga ruxsatmi? Albatta. Faqat shundoq borib bitta kola olib kelib ber menga. Xo'p deyman, nima deyman vallahi. Faqat xo'p deyishim kerak bu videoda. Kola bormi? Yonimizda magazin bor, eshitishdi. Voy! Vallahi kola olgani ketdi. Shahzod akaning birinchi shartlarini bajarish unchalik qiyinchilik tug'dirmadi. Bu menimcha eng oson shartlardan biri bo'ldi. Ichiga silab olib kirib beraymi? O'zingni qiynading-ku. Mana. Kola. Rahmat, kattakon. Bo'lmasam, oq yo'l. Hop. Ketdi, uchamiz. Hop do'stlar, Shahzod akaning birinchi shartlarini bajarish uchun samolyotga ketamiz. Ko'ramiz, bajara olamizmi yo'qmi? Hop, osonroq bo'lish uchun hozir kirib olganda biznes nima edi, joymi? Biznesga o'tishga harakat qilib qo'yaman. Chunki samolyot yurgandan keyin ancha qiyin bo'lib qolishi mumkin ekan. O'shaning uchun hozir kiramiz. Birinchi bu biznesni hal qilishimiz kerak. Ketdi. Xullas, mana men biznesga o'tirdim. Bo'ldi. Men biznesga o'tirdim va birinchi shartni bajardim. Ya'ni bitta shart ketdi. Lekin bu hammasi emas. Agar imkon tug'ilsa, assalomu alaykum. Men biznesga o'tirib ketmoqchiman. Odatda chiqib ko'raman bitta. Endi bo'lsa ikkinchi shart 5 ta stakan suv so'rayman. Ko'ramiz berishadimi yo'qmi. Birinchi stakandagi suvni oldik va hammasi shundan keyin boshlandi. Stuart aka meni videoga olmagin deb kamerani buzib tashadilar va qayta tushuntirsak ham videoga olma deb jahl qildilar. Shu orada men ikkinchi stakandagi suvni ham so'rab oldim. Mana do'stlar, birinchi stakan tugadi. Bu ikkinchisi, ya'ni 3 ta ichishim kerak shunaqadan. Men to'ydim suvga. Aka azgincha asabiylashtirdi. Endi suv so'rashim battar qiyinlashadi. Ikkinchi stakandagi suvni ham ichib tugatdim. Yana 3 ta stakan qoldi. Stuart aka har o'tganlarida kameraga jahl qilib gapirib o'tib ketdilar. Bizga ovqat berishdi. Bu degani yana bitta shart qo'shilyapti. Bu ovqat tugagandan keyin yana bitta ovqat so'rash. Undan tashqari yana 3 ta stakan suv ham so'rashim kerak. Stuart aka bilan qayta kattalashim kelmagani uchun bittada yana 3 ta stakan suv so'rab oldim. 5 ta stakan suv so'rab, bu shartni ham bajardim. Endi bitta shart qoldi. Bu ham bo'lsa ovqatni qayta so'rash. Uni mana shu ovqatlarga bo'lganimdan keyin qayta so'raymiz. Apelsinli sok, qora kofe, limon choy va 2 ta oddiy suvni zo'r g'attalab aralashtirib ichib oldim va bu shartlarni bajarib keyingisiga o'tdim. Men to'ymadim. Yana bitta porsiya bera olasizlarmi ovqatni? To'g'ri qoldi. Mayli. Hozir bittami? Ha, bitta. Berishadga. Eng qizig'i, men moldek to'qman. 2 minut o'tmasdan ikkinchi ovqatimni ham olib kelib berishdi. Turkiyada shart qoldi. Uni bajarsam xazina meniki. Shu shartlarni bajarganimiz uchun iltimos like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Hali bundan ham qiziqlar oldinda. Samolyotdagi hamma shartlarni bajardim. Endi navbat Istanbuldagi shartlarga. Xo'p do'stlar, mana samolyotdan biz nimalar qilib urishib, talashib kelib oldik Istanbulga ham. Endi ikkinchi shart Chuqur mahallaga borib, Chuqur so'zini yozdirishim kerak. Nima? Chuqur mahallaga bordim. Apaga so'zini yozdirishim kerak, apaga. Eng qizig'i menga tushyapti. U yoq opasni, hamma odam ham qirg'iz o'dmaydi. Bosh og'riq ham bo'lishi mumkin. Tak u yoqda urishlar ko'p bo'lar-ekan. O'shaning uchun ehtiyot bo'l deb juda ko'pchilik aytdi. Instagramdan ham ko'pchilik yozdi. Lekin biz tavakkal ketyapmiz. O'shaning uchun kuzatib turinglar. Chuqur mahallaga ham borib, okalardan iltimos qilib yozdiramiz. Xullas do'stlar, Chuqur mahalla shu odam boshlamoqda. Hozir otqanda ikkita bola samakatni shumo qilishmoqchi. Eng qizig'i, qo'lligida pichoq. Chuqur mahallaning yosh bolalari ham shumo
bo'lishyapti. Ketib qolishdi. Ko'rishdimi? Bu biz ham ketdik, qo'lida pichoq bor, pastni. Yosh boladan qo'rqishingiz. Yo'q, qo'rqamanmi? Bu mahalla bizni o'ylaganchalik qo'rqinchli emas ekan. Bemalol kirib devorga yozishim kerakligini aytdim va pul evaziga kraska berib, qaysi devorga yozishim kerakligini ko'rsatishdi. Xullas do'stlar, o'zim yozaman APG nomini. Oxirgi shart, shu shartni bajarsam, xarita maniki va xazinani topamiz. Ketdi mana. Bu devor yozishga noqulay bo'lgani uchun boshqa devorga APG so'zini yozdim. APG endi eng muhimi. Xullas do'stlar, bizni ko'rib turganinglarda ikkinchi shartni ham bajardik. Endi xaritani bering. Endi shu xarita orqali xazinani topamiz. Bu shu orolga borib topishimiz kerak. Faqat bu orol qaysi? Abidan so'rang. Bu orol nerda? Chuqur mahalladagi yoki bu manzilni yaxshi tushuntirib bera olmaganlari uchun Istanbulda hamma joyini zo'r biladiganlarning oldiga bordim. Hop kattalar, bu orol qaysi? Qayerdan boraman bu orolga? Oshma bu yoqqa qayerdan boraman? Qayer bu? Qayer. Bu yer nerda? Ülkemi? Qizni chiqib majbur qilib. Bu yerda xazina bor. Xazina bor. Qayer bu? Oraya git xazina al. Ha? Nerede bu yer? Nomi ne? Bilmiyorsun. Ha, bilmiyorum. Biliyorsun. Yok, bilmiyorum. Qayer bu? Bu harita nereye ait? İstanbul. Tamam haritası bu. Ye. Tamam. İstanbul. Bu nerede? Senden soruyordum. Nerede bu? Bulsam ben giderim zaten. Ada bu ada abi. Ada mı? Kınalı ada. Ada? 4 tane ada var abi. Hayır. 1, 2, 3, 4 tane ada var. Bu ada, deniz Ada. ortasında. Deniz ortasında. Orada 4 tane ada var. En Ha. büyük ada bu. En büyük. En büyüğüne gideceksin. Ha, en katta. Konuşma oğlum yani. Ha, en En büyük katta. ada bu. Ha. Xullas dengiz o'rtasida ekan, eng katta orol ekan. Bular meni chopishmoqchiman, qochdi. Xullas bu boladan amallab qochib xazinani qidirish uchun orolga yo'l oldik. Xazina berkitilgan orolga yaqinlashib qoldik. Mana hozir borib xazinani topamiz. Shamol kuchliligidan uchib ketdi deyapti. Xullas do'stlar, orolga ham amallab kelib oldik. Endi bitta qiyin tanlov turibdi bizda. Bu yoq tomongami yoki bu yoq tomongami? Ikkita yo'l chiqdi. Men tavakkal o'ng tomonga yuraman, chunki o'ng tomonda odam ko'proq. Kartada ham eng tepasi belgilangan. O'ng tomon tepaga olib chiqadi, bu yoq pastga olib tushadi. Bizga tepa kerak, demak tepaga ketdi. Uje 1 kilometrdan ko'proq yurib qo'ydik. Oyoqda oyoq qolmadi. Ozgincha qoldi. O'sha chiqib qidirishni boshlaymiz. Eng qizig'i xazinani ichida nima borligi haligacha mana. Bu joyga chiqish rostdan ham juda ham qiyin bo'ldi. Biz eng tepasiga chiqdik. Endi bu yoqda xarita kerak emas, chunki bu yoqdan o'z kuchim bilan qidirib topishim kerak. Xarita bizga endi kerak emas. Va shu o'tlar, imanaqa toshlarga to'la joy ekan. Xo'p, menimcha, mana shunaqa joylar orasida bo'lmasa endi boshqa joy. Voy xudo! Tepali. Bu joydan yexe. Bu yo'ni kattaligi va tepa pastligi yetmaganda, yana har qadamda daraxt va toshlar bilan o'ralganligi uchun tez topishni iloji bo'lmadi. Qidirayotganimga yarim soatdan oshdi. Prosta tekislikda yurmayman, tepa past yotibdi. Judayam hamma joy toshlu, sariq yana. Hasi, bilib bo'lmaydi qattaligi. Mashdan tushamiz. Shunchalik katta orol bu. Cho'ta naryoqda nimadir bodiga o'xshayapti. Tikanaklar bor ekan, tikanaklar. Menimcha bu yerda ilonlar ham bo'lsa kerak. Yo'q, o'xshamayapti ilonlar ham. Bu yerga kirishga qo'rqdim to'g'risi. Xatga tushib qoldim, xatga. Do'stlarimiz saylashdi. Yurish juda ham qiyin bo'lgan joylardan yurib, o'tib bo'lmaydigan joylardan o'tib, oxiri nimadirga ko'zim tushdi. Voy! Do'stlar, men bitta idish topdim. Mana shu idish. Shumi? Ichida nimadir bor. Ochgani qo'rqaman. Xazinami? Topdimmi xazinani? Jinnalik. Jashikalka, mana qala kimdir kelib, demak yozib berkitib ketadi. Bunaqa narsalar yozilgan. Lekin cho'chivyapman bir. Nimadir yo'qmi signalizasiyasi? Bu yerda kartalar ham bor ekan. Bu birovning narsasi. Ichida men boshqa narsa deb o'yladim, xazina deb o'yladim. Tinchgina berkitib qo'yamiz. Bizga tinchlik kerak. Mana shu joyga. Bilasiz kimdan tegganini, bu joyga qo'yishmasin qaytib. Bu joyga kelsanglar, mabodo yaxshilab qidirsanglar, boshqa narsalar ham chiqsa kerak. Chunki hozir men ham qidirib bitta narsa topdimmi, demak yana narsalar bor deb yo'ladi. Mama tegidi. Men xazina bet kitsam.
Shu yoqqa betkitgan bo'lardim, lekin yo'q ekan. Xullas, yana 1 soat bu orolni har bitta teshigini tekshirib, daraxt va toshlarning tagini qarab chiqayotganimda, ko'zim yana bitta narsaga tushdi. Do'stlar. Hozir mana chetidan nimadir ko'ringanday bo'ldi. Mana mashta jichcha quyosh shunga tushdi-da tovlandi. Ochib ko'raman, xazina bundami yoki bu ham nariganga o'xshagan narsami? Bo'lmasa shu yoqda necha marta o'tdim? 3-4 marta o'tdim shuni tagidan bo'ldi. Naryolarni aylanib keldi. Uy, ilon-pilon yo'qmi? Buni olamiz. Katta ehtimol shu bo'lsa kerak, og'irgina ekan. Endi ochamiz. Ketdi mana. Apaga paketiga o'ralgan. Ichida nima ekan? Shunaqa manzarada, shunaqa xazinani ochamiz. Yo'qollaring. Bu menimcha apaga stilida nimadir bo'lsa kerak. Nima ekan bu? Xazina deganimga tillali naushnikmi? Apagada tillali naushnik. Ochamiz. Bunaqa toshli joyda, bunaqa vid bilan kim unpacking qilgan? Buni qaranglar. Xudini. Bu do'stlar, bu bilmayman. Hech pul turadi, modeli qanaqa. Lekin ayni mana bu joyda to'planyapti-da, meni ko'zimga bordi. Bunaqasi ham bor ekan. Raz, shaxsdagi men topdim. Hamma shartni bajardim-a? Ikkita pilav olib olishim kerakmi? Qaytishda Istanbuldan menga bitta pilav degan turetskiy ovqat olasan. Kichkinagina idishda berishadi. Pilav? Pilav. Endi oxirgi shart Shahzod akaga va bitta sirli bloger menga pilav olib kelib bering deb aytishdi. Oxirigacha ko'rsanglar bilib olasizlar. Ketdi endi, işte pilav olib Toshkentga uchamiz. 2,5 soat qidirib topgan naushnikim bilan keyingi shart oldidan ozgincha dam oldik. Endi eng oxirgi shart pilav olamiz. Faqat men bitta emas, ikkita olaman. Ikkinchisi boshqa blogerga. Uni ham videoni oxirigacha ko'rsanglar bilib olasizlar. 72 ming so'mga tushdi. Bori Shahzodagidan olaman. Shahzodagi buni nimasini yaxshi ko'rib qo'yganlar? Bilmayman, tovli, oddiy osh, lekin tovli, lekin osh. Mayli, obodik ko'ngillari. Xullas ikkita idishda pilav oldik. Endi borib Shahzodaga va o'sha sirli blogerga topshiramiz. Ketdi Toshkentga, men to'yib ketdim bu yerdan. Istanbuldagi hamma shartlarni bajarib Toshkentga Shahzodaganing oldilariga keldik. Axiyri yetib keldik. Shahzodaga ichkarida ekanlar va sizlarga aytgan sirli blogerda ham o'sha yerda ekanlar. Hozir kirib 2 kiloligiga pilavni topshiramiz va naushnikni ham taqdirini hal qilamiz. Ketdi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Çok güzel. Mana siz aytgan dastlabki pilav. Faqat bu bittasi sizga emas, ikkinchisi bizani IXKga. O'tgan safar syomka o'tganda menga ham ovorasiz dedilar va esdan chiqarmadik. Bu ham menga bermayapti. Ye, shunaqa. Nima qilamiz? Menga naushnik bergansiz. Xo'p. Buni taqdirini nima qilamiz? Xo'p, buni menga ekan. Bu qach. Xohlaganingiz sizni narsangiz qochdim-a. Xohlaganingiz, xohlasangiz rozыгрыш qilib yuboring, xohlasangiz qarindoshlarga podarka qilib yuboring, xohlasangiz IXKga berib yuboring. Olamadim. Oldingizdan chiqqan birinchi odamga sovg'a qiling. Ya'ni men qo'lda topilyapti. Lekin hozir zo'r o'rasiz. Yaxshimi? Sog'inimi deysiz? Shotki, ha, voy. O'zi uyda qilamiz bu narsani. Yo'qmi? Turkiyanikiga baribir yetmaydi, boshqacha-da baribir. Bismillahirrohmanirrohim. Sen vegisga olganda? Keyin keldi-yu, men 1-2 soatdan yeb ko'raman. Yaxshi bo'lsa. Shu narsa uchun meni jo'natdingizmi? To'la to'kis bajardingiz shartni. Xo'p, keyingi shartga tayyormisiz? Nima deysizlar? Keyingi shartni beramizmi? Dunyoni qaysi chekkasiga O'marveni jo'natamiz va qanaqa shart beramiz? Kommentni to'ldirib tashinglar. Faqat osoda bo'lsin. Kami Antarktida.
Xo'p, buni o'zim obunachilarimga berib olsam bo'ladimi? Bo'ladi. Bemalol. Chunki menga bergansiz, Bemalol. Bu simsiz, ham bluetooth bor, ham telefonni ham ishlatsa bo'ladi, ham kompyuterni ham ishlatsa bo'ladi. Tak что video ham bu такой. любой odamga ham uni o'sha Ha, tushundim. ham qiz bolaga ham o'g'il bolaga ham bo'laveradi. Bemalol ishlatuvchisi bo'ladi. Buni obuna bo'lganlarga beramizmi? Obuna bo'lganlar orasidan. Bo'ladi. Nima qilganyapsiz? Obunachilaringizga, Kommentariya. sizga endi mana obuna bo'lishga keyingi safarga yana bitta konkurs qilib beraman. Xudo xolisa, obuna bo'lib qo'yishga bu anaqa bo'ladi, stimul bo'ladi. Ya'ni undaydi xullas. Da. Eng zo'ri shu obuna bo'lib, like bosib, kommentariya bo'lsa, keyin shundan tanlanadi. Randomda. Shularni orasidan tanlab, keyingi videoda shu naushnik egasini, ya'ni keyingi videoda ko'rsatamiz. Shu naushnikni topshiramiz sizlarga. Hammaga rahmat, Shamsdagaga, IXAga ham rahmat. Rahmat nima qildi? Bundan ham qiyin shartli berishlarini xohlasanglar, like bosinglar. Nechta like bo'lsa qilasiz? Nechta? Bilmayman endi. 40 mingta. Bo'pti, sizniki ham, meniki ham emas 20 ming. Bo'ldi. Ana 20 mingta agar like mana shu video yiqadigan bo'lsa, eng zo'r shu yozilgan faqat anaqalarni, Koreyalarni yozmanglar, Severniy Koreya yozib qo'yishadi. Hamma. Indiya unaqa narsalar yozmanglar. Vizasiz joy. Vizasiz joy. Bemalol boradigan, xullas, shunaqa joyga aytsanglar, o'shaqa jo'natamiz. Yangi anaqalarni qilamiz, nima deydi ana? Sarguzashtlarni kuzatamiz Umarga. Hammaga rahmat. Hazırlash.